Do'stlar, hozir biz Mansuriga kelyapmiz. Bu yerda ko'ryapsizlar, Mansuri har xil mashinalarga upgrade'lar qiladi. Shuning uchun tez ko'rsatishga harakat qilamiz. Birinchi mashinasi Mansurini ko'ryapsizlar. Mercedes minivan 680 hisoblanadi. Mansurini bilgan odam biladi. Qanchaligini nima desa bo'ladi? Korolevskiy nima deydi? Samolyotda o'tirganda o'tirib ketasizlar. Mana ichkarisini ko'rsanglar bo'ladi. Orqasi bemalol o'tirib ketsa bo'ladi. Hozir Mansuriga o'zi kirizmaydi, ko'ryapsizlar, odam kam. Bu yerda bemalol xohlagan mashinalarni upgrade qilib beradi, ko'rib turibsizlar. Любой mashina. O'tgan 2 yil oldin 6x6 G-Wagon olib kelgan edi. Bu yil yo'q va keyin G-Wagonda olib kelgan edi. Philip Plainmi nimaga o'xshaydi? Men bu Mansurini qaranglar ichini. Dahshat deydi-yu, bu hammaga buyursin deydi-yu, bunaqa mashinada o'tirib komfortmisan, komfort. Va